Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Playmaster kanalida bugungi videomizda biz har kun uchun turli xil uylar quramiz. Qani ko'pmasa. Bu birinchi qism. Ikkinchi qism chiqishi uchun like va obuna bosib qo'ying. Ikkinchi qismda biz har xil qasrlar qurishga harakat qilamiz. Endi esa hozir kuchayishga qaytsak. Hozir endi toshga kuchayamiz. Daraxt chopib kirka va lopatka yasab bo'ldik. Endi tosh kavlab kirka va bolta yasaymiz. Keyin daraxt chopib o'zimizga uy qura olamiz. Birinchi kechqurunimiz uchun. Mana daraxt chopishni ham boshladik. Endi hozir mana bu molni o'ldirib yana mana shu uylarni bir kuzataylik qani hayvonlar yo'qmi? Ovqatga pishirishida oq daraxt chopaylik. Oq daraxt va oddiy daraxtdan uyimiz bo'ladi. Bitta tovuq bor ekan, o'shani o'ldirib oldim va go'shtini ham olib oldim. Endi biz uni go'shtini pishirib uy qurishimiz kerak bo'ladi. Birinchi uy quramiz va tovuq va molni go'shtini pishirib olamiz. Uy juda kichkina bo'lsa ham, lekin shinamgina bo'ladi. Keyingi uyimiz bundan yaxshiroq bo'ladi albatta. Hozir esa uyni qurishga qaytsak. Uyni qurib bo'lgandan keyin kechqurun bo'lib qolsa katta foyda qilgan bo'lamiz. Chunki birinchi kechqurun uchun uyimiz tayyor bo'lmoqda. Mana hozir uni tomini quramiz va keyin eshiklari, keyin esa uyning ichini bezatish va polni quramiz. Shuncha harakat uchun sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Do'stlar jo'natib komment yozib qo'yinglar. Kommentda keyingi epizod uchun qanaqa uylar qurishimni yozib qoldiringlar albatta. Yozib qoldirmasangiz bo'lmaydi, chunki keyingi epizod 80 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Gamersuz bilan serial ikkinchi qism ham 80 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Robloxda YouTuberlik ikkinchi qism ham yaqinda chiqadi. Sizlardan faqat obuna va like. Qiyin emas, 1 sekund ham vaqtingiz ketmaydi. Shunday pastga tushasiz, obuna tugmachasini bosasiz va like ham bosasiz, yana videoni ko'rishda davom etasiz. Uncha ham qiyin emas. 1 minut ham vaqtingiz ketmaydi. Atigi ikkita tugmachani bosasiz va yana videoni qayta davom ettirasiz. Hozir esa endi videoga qaytamiz va hozir 6 ta temir topib oldik. Endi shularni eritamiz. Holi keyingi qismda, keyingi epizodda biz full temir bo'lamiz va nashta epizod bo'lishini kommentariyada yozib qoldiraman. Bo'lmasa serialga qaytamiz. Mana hozir qozgan toshlarimdan pechka yasab oldim. Endi ikkita trapdor yasab, chopgan daraxtlarimdan ikkita trapdor yasaymiz va ularni shisha sifatida quramiz. Shisha emas, yorroq deraza sifatida. Mana bu trapdor nimagadir g'alati qo'yilib ketdi. Uni olib bo'lmayapti. Mana bunday qilib olsak, yopilib ketmoqda, ochilib yopilib ketmoqda. O'tirib olib ko'raylik qani. Yaxshisi qanday taxtani ham buzdik. O'shanday qilib olamiz. Hozir tepa blokka qo'yib qo'yaylik qani, qanday bo'lar ekan. Afsuski tepa blokka qo'yib bo'lmas ekan. Qanday blokka qo'yib qo'yamiz. Va o'sha turishda turaveradi. Pastga ham qo'yib bo'lmas ekan, tepaga ham qo'yib bo'lmas ekan. Shuning uchun qanday blokka qo'yib qo'yamiz. Muammoni ko'paytirmay. Ana endi tun bo'ldi. Tunni uyimizda o'tkazamiz. Hozir ovqatni pishiramiz endi. Birinchi narsalarni sandiqqa joylab olamiz. Joylash ham shart emas ekan. Pechkani ustiga bosaman dedim, versak ustiga bosilib ketdi. Birinchi daraxtdan charkol olsa bo'ladi. Bilasizlar, buni hamma biladi, bilsa kerak.
Bilmasangiz mana ko'rib olinglar. Mana charkoaldan daraxtlarni yana eritib olamiz. Charkoal ham ko'mir sifatida ishlatilsa bo'ladi. Mana charkoal juda yaxshi, ko'mir bilan teng turaveradi. Mana hozir charkoal bizda 2 ta bo'ldi. Endi shu 2 ta charkoaldan ovqatni pishirib olsak ham bo'ladi. Mana ovqatni pishirishga qo'ydik. Mol go'shtini pishirishga qo'yamiz birinchi bo'lib, chunki mol go'shti ko'proq qorinni to'ydiradi. Endi g'orga borib ertalabgacha kuchayishga harakat qilamiz. Hozir oddiy tabiiy ko'mir topamiz. Suvni qilgancha tabiiyni topgan yaxshiroq. Qani gov bo'lmasa. G'orda ko'mir topgan kadrim 3x da tezlashtirilgan. Hozir endi sizlar videoni maza qilib tomosha qilinglar. Undan oldin obuna va like bosib qo'yinglar. Gamesiz kanaliga obuna bo'lib turinglar. U hali endi ochdi kanalini. U 1000 ta bo'lishga harakat qilmoqda. U 10 ta bo'lgandan keyin men 80 ta bo'lganimizdan keyin bu videoning ikkinchi qismi va End portal topgan videomizning ikkinchi qismi ham chiqadi. Sizlardan faqat like va obuna. Mana ko'p balo toshga olaymiz. Mana bunday qilib nima desam bo'ladi? Bu nima edi endi? Buning nomi esimdan chiqib ketdi. Shuni ichiga kira olib, butun dunyoni ko'rsak bo'ladi. Bu bug hisoblanadi. Minecraftning devorlar orasidan ko'rish bugi ana shunda. Bilmasanglar bilib olinglar. Mendan avval bilgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hech qayerdan ko'mir chiqmadi. Endi uyga qaytamiz. Qani ertalab bo'libdimi? Hozir birdan ko'ramiz. Mana shu yerda chiqishni tashmasam, mana shu yerda ekan. Endi qaraymiz, o'z boltam bilan chopamiz. Mana bu qo'ygan taxtamni qo'yishdan sabab zombi bilan o'rgimchak kira olmasligi. Ular kirib ketsa, ular bilan jang qilib jonimni yo'qotishga to'g'ri keladi. Ular zarar berganda jon ketadi. Ayniqsa o'rgimchak ko'p jonni oladi. Shu uchun men kattaroq qilib joyini yopib qo'ydim. Mana uyga qaytib oldik. Ovqat pishgan ekan. Endi ovqatlarni olamiz. Ertalab bo'lishini uyimiz ichida kutib o'tiramiz. Mana yana charkoalni eritishga qo'ydik. Shu narsalar bilan biz kuchayamiz bugungi videoda. Hozir yana bitta uy quramiz. 2 kun yashaymiz bu videoda. 2 ta uy quramiz. Mana bu yerda yana qo'yilib ketdi. Bu o'z narsalarni yasab olamiz. Unaqa chiroyli blokchalardan yasab olamiz. Keyingi videoda shunaqa chiroyli blokchalardan ko'proq uy qurishga harakat qilamiz. Mana stone slab chiroyli narsa ekan. Keyingi videoda ana shu chiroyli blok va stone slablardan uylarni quramiz. Sizlardan faqat like-ni bombalatib bosish va obunani to'ldirib tashlash. Kommentni qanaqa uy qurishimni to'ldirib tashlanglar. Va Gamesiz bilan video chiqishi uchun Gamesiz bilan video oling deb yozib qoldiringlar. Va men obuna bo'lib, men 80 ta bo'lishimga yordam beringlar. Men 80 ta bo'lsam, Gamesiz bilan survival ikkinchi qism chiqadi. Sizlardan faqat obuna va like. Hozircha yaxshi obunachilar kelmoqda. 70 ta bo'ldik, rahmat. 80 ta ham bo'lsak, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Mana qo'yni junini olib, krovat yasaymiz hozir. Tezroq u ham o'tlarni yesa, juni o'sadi. Va men junini qirqib olib, krovat yasayman o'zimga. Undan oldin mana molni o'ldiramiz. Molni o'ldirmasdan oldin mana bu yaramas o'rgimchak meni talay boshladi. Mana endi qo'y o't yebdi, juni o'sibdi. Men junini qirqib olaman. Va molni o'ldirib uyga kiraman-dayi narsalarni qo'yib chiqaman. Mana hozir
yarimta uy quramiz. Ertalab bo'ldi. Qanaqa uy qurishni o'ylab o'tiribman. Tosh bilan taxtadan uy quraman. Undan oldin mana bu narsalarni charkov bo'lishga qo'yib ketaman. Hamma narsani sandiqqa joylayman va kravatni ikkinchi uyimni qurib bo'lgandan keyin yasab, unga bezatib o'sha kravatlarni qo'yaman. Birinchi kecha uchun quyida bo'lmaganim uchun birinchi kechani o'zimiz uyda o'tirib o'tkazib yubordik. Endi ikkinchi kun uy qurib, ikkinchi kechani uxlab o'tkazamiz. Mana endi boshlaymiz uy qurishni. Birinchi daraxt chopib olamiz. Xayrina zombini ovozi eshitildi. Mana zombini ham o'zi yonadi quyoshda va meni quvalaydi. Quvlagandan keyin o'zi asta o'ladi. Mana bu zombi o'lgandan keyin yo'q, menga ham olovini yuqtirdi. Lekin o'zi ham o'lib ketdi. Endi daraxt chopib, ikkinchi uyimni qurishga tayyorlanamiz. Mana bu yerga joy ochib olamiz. Ikkinchi uyni qurish uchun ikkinchi uy kattaroq bo'ladi. Kattaroq va juda shinam bo'ladi. Ikkinchi uyimni qurib bo'lgandan keyin video o'sha joyda yakunlanadi. Shuncha harakatim uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Aytgancha komment yozib, do'stlaringizga yuborish ham eslaringizdan chiqmasin. Hozir endi uyni quramiz. Mana bu ustunlari 4 talik bo'ladi. Shinam bo'lishi uchun shunaqa qilganim yaxshiroq. Bu uyni deraza va shishalari bo'ladi. Mana bu yerni yopamiz hozir. Orqasida umuman shisha bo'lmaydi. Biqinlarida esa shisha bo'ladi. Oldingi tarafida esa eshik bo'ladi. Mana bunday qilib quramiz uyni. Mana bu yerda bunday qilib turadi va eshik o'sha yerda bo'ladi. Mana endi daraxt chopib, tomini yopamiz. Mana tomini ham yopdik. Endi polni quramiz. Mana polni tosh bilan quramiz. Va eshik qurib olaylik uyimizga birinchi bo'lib, keyin shisha kavlaymiz. Shisha kavlamaymiz, qumni kavlab shishaga aylantiramiz. Qumni eritsak shishaga aylanadi. Mana charkovollar ham erib o'tdi. Endi o'sha charkovollar bilan shishani eritamiz. Mana bunday qilib uyni bezatamiz va shisha erib bo'lgan bo'lsa, uni olib uyga qo'yamiz. Yarimtalik shisha blok qilsak, bizga katta foyda bo'ladi. Mana yarimtalik qilib olamiz. Ana endi uyga 8 ta shishani qo'yamiz. Mana uyim zo'r chiqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar. Uyni qurib bo'ldim. Endi video shu joyda yakunlanadi. Hozir kravatni yasab bo'lgandan keyin sizlar bilan xayrlashaman. Mana kravatni yasab qo'yib bo'ldim. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha. Ikkinchi qism 80 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Xayr do'stlar, Playmaster kanali bo'ldi sizlar bilan.